Opa! Yana. Assalomu alaykum. Xo'sh, nimaga keldilar? Voy. Odamam bitta-yu bitta ukasini shunaqa kutib oladimi? Sani ishing tushsa kelasan. Bilib qoldingiz-a? Bu hafta mudoga o'taman. Mashinangiz bir soatga berib turing. Iye, nima qilasan mashinamni? Svidaniya borda. Voy, dokumenting yo'q, gayga tushsa nima bo'ladi? Voy, opa. Liboyga javob. Janob opam, anaqa mashina urib oldim. Lokatsiyaga tez yetib kelib, faqat pochchamga yetmay. Voy, pochchaga nima deyman? Pochcham o'ldiradilar-yu. Erim meni o'ldiradilar. Saniyam, ukangni ham yeyma. Nimaga beso'roq berasan mashinani? Tinchlikmi, opa? Ukam mashinani haydab chiqib ketgan edi. Urib olibdi. Yo'q-e. Ha. Endi bo'ldi, yomonni keladi, opa. Xullas, avtomobil egasiga ham, sizga ham jarima. Avtomobilni jarima maydoniga olib borib qo'yamiz. Tegishli hujjatlarsiz boshqarganingiz uchun. Voy, soppa-sog'ku mashina. Aldabdi deb to'mbomani. Tabriklaymiz. Pochcha, bugun tug'ilgan kuni sal kulib tabriklab qo'ying, xotiningiz-ku. Tabriklayman. Yor bordingiz. Ho, Dombo. O? Bu yoqqa kel. Bor. Opa, men hech narsa qilganim yo'q. Hammasini pochcham qildim. Men faqat yordam berdim, xolos. Lekin boru, Land House kompaniyasida sizga 3 xonali uy sovg'a qildilar. Tayyor remontdan chiqqan kadastrlar bor. O'zi bo'lmadi, lekin bu olishchi. Qolmabdi. Rosa kam qolibdi. Xursandmisiz? Mani nimaga urasiz? Men hech narsa qilganim yo'q, pochcham dedi-ku. Biz yetadimi, pochchamni urishing? Hamma qarayapti. Pochcham ikkalarni qo'ldan